Aholini ro'yxatga olish bu mamlakat aholisining milliy tarkibi, yosh, jins, turmush tarzi, ta'lim darajasi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarni aniqlash maqsadida o'tkaziladigan tadbirdir. Har bir davlat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega mazkur tadbirlar pirovardida ijtimoiy va iqtisodiy salohiyatni baholash, ta'lim, salomatlik, ishsizlik, iqtisodiy taraqqiyot va boshqa sohalarda samarali siyosatni ishlab chiqishga yordam beradi. O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish jarayonlari tashkil etiladi. Bu jarayon orqali mamlakatning haqiqiy demografik va iqtisodiy ko'rsatkichlari aniqlanadi. Ro'yxatga olishning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat: aholi tarkibi va soni haqida to'liq ma'lumotlar to'plash, mehnat resurslari va ulardan foydalanish holatini o'rganish, shahar va qishloqlarda rivojlantirish ishonchli ma'lumotlarning bazasini yaratish, shahar va qishloqlarda rivojlantirishning ishonchli ma'lumotlarini yaratish, davlat dasturlari va islohotlarni ilmiy asosda rejalashtirish. Jarayon 2 bosqichdan amalga oshiriladigan bo'lib, birinchi bosqichda 17 kun davomida census.stat.uz sayti orqali onlayn ro'yxatga o'tkaziladi. Keyingi bosqichda 1 oy davomida mahalla yettiligi a'zolari uyma-uy yurgan holatda ma'lumotlar to'planadi. Ro'yxatga olish natijalari davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga, aholi uchun qulay sharoitni yaratishga va ijtimoiy siyosiy adolatli shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, aholi va qishloq xo'jaligini birga ro'yxatga olish moliyaviy tejamkorlikka hamda zamonaviy statistik tizimini yaratishga zamin yaratadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, aholini ro'yxatga olish jarayoni faqatgina raqamlarni tahlili uchun emas, balki fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladigan muhim qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi.